Qorliq mahallasida achinarli ahvol. Qishdayam ariqlarda suv yo'q. Bizim murabbilarimiz ajoyib insonlardan. Qishdayam suvni berishmaydi. Qayoqqa berishadi bilmayman. Marmin jobilar-ku bo'lsa-da umidvor bo'lmasa kerak ahvoldan keyin. Ariqlarda bir tomchi suv yo'q. Qayerga ketyapti qishki kunida? Bug'doy sug'oryapti. Bug'doy desa bug'doy ham yo'q. Paxta desa paxtalar yig'ishtirib bo'lingan. Uzoq ko'lmak. Qorliq mahallasi.